Assalomu alaykum. 8-sinf adabiyot darsligidagi mavzularni sizlarga audio variantini havola etamiz. O'quvchi va abituriyentlar uchun. Mehnatimizni qadrlagan holda videolarimiz ko'pchilikka tarqalishi uchun obuna va like bosishingizni so'rab qolamiz. Mustaqil o'qish uchun Alisher Navoiyning ruboiylar, tuyuqlari va fartlari. Birinchi ruboiy. Eldan qochib ulki, tutsa tog ichra qaror, sovuqda yeri bu togning jafida gor. Issigda makoni andakim, yotmish qor, olam elining shahligidan bor angor. Ikkinchi ruboiy. Kim istasa saltanat, sahodur angi shart, har vadaki, aylasa, vafodur angi shart. Kim faqr talab qilsa, fanodur angi shart, olliga kim kelsa, rizodur angi shart. Uchinchi ruboiy. Kim kordi ekin jahonda oyoq xushluq, to bir kishi aylagay tamanno xushluq. 100 yilcha agar bir olsa paydo xushluq, omodadur yonida 100 noxushluq. To'rtinchi ruboiy. Olsam, yasamang munda mazorimni mening, yuklab, eliting jismi figorimni mening. Otru chiqarib ahli diyorimni mening, koyida qoyun tani nizorimni mening. Tuyuqlar. Birinchi tuyuq. Yo qoshingdan necha bir oq koz tutay, otki, otrusiga oning koz tutay. Necha korgech ozga mahvashlar qoshin, yangi oy ko'rgan kishidek koz tutay. Ikkinchi tuyuq. Charx tortib hanjari hijron butun, qo'ymadi bir zarra bagrimni butun. Tunga borib bizni behol ayladi, ne balolik yer emish, yo Rab butun. Uchinchi tuyuq. Ul pari ishqida bu devonani, eyki, istarsen kelib gulxanda kor. Bir qadah ul gulni xandon ayladi, ey ko'ngul, nazora qil, gulxanda ko'r. To'rtinchi tuyuq. Naqsh tushmish kozda ul yoshim mening, uylakim, bormas buyon yoshim mening. Komim onmoqtur habibimdin yiroq, gar xud o'lsun xizircha yoshim mening. Fartlar. Birinchi fard. Ulki haq borinda maqsud istagay har zotdan, mehr borinda yorug'lik koz tutar zarrotdan. Ikkinchi fard. Tama etma, ko'p bo'lsa el moli, kormayin haq xazinasin holi. Uchinchi fard. Yetar chu rizqing, agar xoradur va gar yoqut, o'zunki yuklama anduh togin, stab. To'rtinchi fard. Yetar chu rizqing, agar xoradur va gar yoqut, o'zunki yuklama anduh togin, stab. Beshinchi fard. Takalluf erur tanga farsudaliq, aning tarkidur jonga osudaliq. Oltinchi fard. El ichra, ey hasud, seni qildi haq zalil, kim nohaq elga zid, senu haq moliga baxil. Yettinchi fard. Xoliq olgon sahiydan elga bo'ldi baxshoyish, ham ihsonidan oroyish, ham axloqidan osoyish. Sakkizinchi fard. Yolg'on demakda tajriba avvalgi sub bas, yolg'on nafas chuurdi, qorardi hamul nafas.